Mana hurmatli kuzatuvchilar, farani sochish jarayoniga yetib keldik. Mana bunga hozir suv kirgan. Hozir buni remont qilamiz. Bularni yamaymiz farani. Mana hozir platasiga suv kirib qolgan. Fara yorilgani hisobiga. Mana bu farani yorilgani hisobiga plataga suv kirib qolgan. Mana plata ham mog'orlab ketgan. Suv kirib. Hozir buni remont qilamiz. Remont qilingandan keyin yoqib sizlarga ko'rsatamiz. Keyin yig'ilish jarayonini ham bitta syomka qilamiz. Mana. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mashinamiz BYD Seoul motorli varianti. Buni farasini remont qildik. Mana bu yog'i singan ekan. Shishasi yo'q. Buni yasab, xudo xolasa nima qilib beramiz? Hozir shishalarni ochotdik buni. Orqasidan lampochka qo'yiladigan variantlari yo'q. Ichida plata bor ekan. Platalarni remont qilib farani ishlatib beramiz. Mana ichlarga suv kirgan. O'zingizlar guvohi bo'lsizlar. Buni hozir ochib remont qilamiz. Bitgan jarayonini ko'rsatamiz. Seoul BYD motorlik varianti. Benzinlik varianti desa ham bo'ladi. Oxirgi yana videolarimizni bitgan holatda ko'rsatamiz. Ichlarini tozalaymiz, ximist qilamiz. Ximistiga qilamiz demoqchiman. Mana tozalab. Shunaqa gaplar. Video davomida qolganini ham ko'rsatamiz. Mana o'sha mashinamiz tashqarida turibdi. Farasini ochib qo'yganmiz. Mana hozir farani yechdim. Mana samarezlar qotirilgan aytga. Mana samarez qotirilgan. Mana ikkinchi joy yana qotirilgan. Keyin tashqari tomonda bor, mana maytda bor, mana samarez qotgan betga ham. Keyin mana 4-joyi mana faran tegi qismi bu. 4 ta joyga samarez tortilgan mana. Germetiklar bilan turibdi. Yechib olotman shuni. Mana ishlarini tozalayapman-da mana. Keyin mana germetik bilan turibdi bu ham. Usti tomonda ochaman, ochilmaydi, ochaman, ochilmaydi. Germetik qo'ygan ekan. Samarez burab. Mana. Keyin farani yirtib olgan. Yirtib olgan hisobiga garshoyga germetiklar qilib tashlagan orqalargacha mana. Orqalargacha germetik qilingan. Hozir shuni ochib, tozalab nima qotdi musorlarini mana. Orqalargacha germetik qilib tashlagan, chaplab. Shuni hozir eritib, yopishtirib chiqaman-da endi bularni. Shu samarez qilgani yomon bo'lganda germetiklar bilan turibdi. Ichlarini, atxotlarini tozalayapman-da buni. Mana nasatga qo'yib drelda. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Cherry Arizo 6 Pro faramizni yechib oldik. Mana boshida ozgina video qildik. Hozir ochilgan holati, zavodskiy holatidan ochilgandan keyin ozgina ustalar xaltura ish qo'yishgan ekan. Samarez burab qo'yishibdi. Ko'p joyda samarez yechib oldim. Keyin ishlarini rasosini chiqarishgan, ularni remont qilamiz. Fara terlagan hisobiga ochdik. Hozir bularni ham musorlarini tozalab, akkuratniy qilib, ideal qilib yig'ib, oxirida yana ozgina video chiqaramiz. Singan, germetik qilib qo'yishgan. Quloqlarini ko'p joyda samarez burashibdi. Zavodskoyni ochib, rasosini chiqarib qo'yishgan ekan. Mana hozir biz buni ochib, remont qilamiz ichlarini. Musorlargacha qolib ketgan ichida.